suv borki biz bormiz. Qachon suv tugasa biz ham yo'qolamiz yer yuzidan. Shuning uchun insoniyatni shunday ulug' ne'mat oldida o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga nisbatan javobgarligi va burchi bor. Uni juda ham nihoyatda ehtiyot qilib, avaylab asrasakkina biz o'sha keyingi avlodlarimizga ham uni yetarli darajada yetkazib bera olishimiz mumkin. O'zi bizni tilimizga o'rnashib qolgan mentalitetimizda bir gap bor. Bir narsa juda ham arzon, juda ham qadrsiz erishilsa, suv tekinga oldim degan gap borda. Mana shu iborani endi aytmaydigan vaqtlarga yetib kelyapmiz, chunki suv tekin emas birinchidan va nafaqat tekin emas, bu yillar o'tgan sayin agar biz suvga shunday munosabatda bo'laveradigan bo'lsak, bu qimmatlashib borishi aniq. Shuning uchun suv xalq boyligi, to'g'ri, suv ne'mat bu albatta, lekin uni sizni jo'mragingizga oqib kelguncha bo'lgan jarayonlar juda ham murakkab. Uni tozalash, filtrlash, bir paytlar ota-bobolarimiz to'g'ridan-to'g'ri ariqdan ichgan suvni bugun icha olamizmi? Ana uni kim ifloslantiryapti? O'zimiz ifloslantiryapmiz. Mana shu toza, mana shu ichimlik suvini, tabiiy ne'matni bizga yetkazib berayotgan suvchilarni mehnatini qadrlashimiz va ularga bu borada hech bo'lmaganda suvni isrof qilmaslik bilan yordam berish har bir aholimizning, fuqaromizning burchi hisoblanadi.